Assalomu alaykum. Bizning navbatdagi masala ikkinchi variant, birinchi savol. X3 fosfat ko'paytirilgan N molekula suv tarkibli kristal gidratda X ning massa ulushi fosfornikidan 23,4 taqsim 6,2 marta katta. X2 ning molyar massasi azot peroksidining molyar massasidan qanchaga farq qiladi degan. Xo'p, demak X3 fosfat ko'paytirilgan N ta H2O. Bu yerdagi mana bu qiymatlarimiz bizga ahamiyatsiz. Chunki bularda massa nisbati berilgan bizga. 23,4 taqsim 6,2 nisbatda. Demak, fosfat tarkibida 31 gram fosfor borligini hisobga olsak, 6,2 da 23,4 31 da X. Xo'p, 117. Bizda endi 3 ta metal borligi uchun 117 ni bo'lamiz 3 ga. 39 demak bu kaliy. Xo'p, X2O minus N2O bo'lishi kerak edi. Emirlarni ayirishimiz kerak. Kaliy bo'lganligi hisobiga kaliy oksid va azot peroksid. Emirlarni ayiramiz. Xuddi shu holatda buni emeri 94, buniki esa 44. 50 ga farq qilar ekan.